Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlarмен sport жаңалықтары videoni boshlamas burun arnaga tirkelib videoga like bosуды unutmangizlar. Keyin so'nggi жаңалықтар tez qana bizde bo'ladi. Janibek Alimxanulumi или Annuel Nigamisingba ikki orasidagi jekpe-jek kim jengadi, kimning statistikasi mixta. Janibek Alimxanulov men Annuel Nigamising arasındagi jekpe-jek 2025-yilning 5-savrinde Ostonada o'tadi deb josparlangan. Janibek Alimxanulov қазіргі vaqtda o'rta salmoqda IBF және WBO tushumlari bo'yicha alam chempioni bo'lib tabıladi. Uning kasbiy rekordi 16 jenish, 11 nokaut және 1-1 jengilishsiz. Annuel Nigamising Fransiyaning vakili. Kasbiy boksda 14 jenish bor, 9 nokaut және jengilishsiz. Ol o'rta salmoqdagi reytingda 7-o'rinda tur. Janibekning tajribasi men chempionlik ataqlari baylanışda bu jekpe-jekda favorit bo'lib sanaladi. Deganimen Nigamisingde mixta qarsilas reytingda tanimali. Jekpe-jekning natijasi iki sportchining sol kunga dayinligi men taktikasiga baylanışda bo'lmoq. Janibek Alimxanulov men Annuel Nigamisingning statistikasi solishtirатын bo'lsak, Janibek tajribasi men jetiskleri jag'ini basımroq ekanini bayqaymiz. Uning chempionlik belbevlari және жоғары dengedagi qarsilaslar men кездесулері оны favorit etadi deganimen Nigamisingde jengilishsiz rekordi men nokautlari sani onu qavobli qarsilas etedi. Jekpe-jekning natijasi iki bokschining dayinlik dengeyi men taktikasına baylanışda bo'lmoq. Eski salayıq dostlar, 5-savr Ostonada o'tayotgan jekpe-jek Janibek Alimxanulov men Annuel Nigamising o'rtasidagi bilet qoni 25 mingdan 225 mingga дейін dostlar. Sizlerмен sport жаңалықтары болды. Arnaga tirkelib videoga like bosуды unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалықтар tez qana bizde bo'ladi.